Assalomu alaykum, Zibab Shuruq munbiridagi barliq azizlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugun sizlarga o'tmoqchi bo'lgan darsimiz choy tuxum tayyorlash usuli. Bunga ketarlik bo'lgan materiallar tuxum, yetarli miqdorda tuxum. Undan keyin mavu tuxum qozoni. Undan bunga ketadigan mavu dori-darmaklardan qo'zoq dachin, shakal badiyan, mavu tuz, undan mavu sogo. Ondan hajo, mavu kavavichini, ondan keyin mavu qorchoy, ondan keyin mavu shangye deganligi, puroq yupurmoq degan material. Endi buni mavu qozonimizga buningga endi mavu tuxum chilashqadek suv qo'yamiz. Suv qo'yib Şu barliq materiallarni solamiz. Meningda diqqat qiladigan bir ish bor. Tuzini faqat o'tkazib o'tmang. Tuz o'tib ketib qolsa, tuxum tuzli bo'lib qoldi. Shunglashqa tuzni miqdor tanishtirib bo'ldi. Bu materiallarni mana solamiz. Endi buni qaynatamiz. Xonim qizlar, mana madarda men sepoldik. Endi buni 1 soat qaynatamiz. Shu suvda 1 soat qaynatamiz. Qaynatib bo'lgandan keyin endi mana shu tuxumlarni har birisini birdan ayirib urib etamiz. Azroqlam cho'mishdan keyin urib etsak, dazmay olib ketadi. Shuning bilan bir kecha, ya'ni 6 soatdan 8 soatgacha buni chilab qo'yamiz. Xonim qizlar, mana unda qo'ysa ko'rimiz, qozonimiz qayindi. Amalda bunga jiqroq suv quyib, uzoqroq qaynatsanglar yaxshi ta'm kiradi. Ondan men bayam Жаңа tetim suvni quyishni eskartishni unutib qolibdiman. Bunga tetim suv quyamiz. 1-2 qo'shq atrofida quyib olsak bo'ldi. Endi 1 soatdan keyin ko'rishaylik. Xonim qizlar, unda bo'lsa, mavu 1 soat bo'ldi hozir. Buningki endi har bir tal tuxumni bir taldan urib chaqib etib, endi buni 6 soatdan 8 soatgacha chilab qo'yamiz mushlardan suvga. Chilab qo'yib, atiganda yana 6 soat 8 soatdan keyin buni yana bir yarım soat qaynatib deb, undan taqsiga elib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Unda bo'lsa, shu 6 soatdan keyin ko'rishaylik.